Farg'ona viloyatida eng katta non tayyorlandi. Bu borada rekord so'nggi marta 16 kilogramni tashkil etgandi. Ushbu natijani yangilashni astoydil maqsad qilgan Navoiy naqd 23 kilogramlik xamir qorib non yopdi. 6 nafar shogirdi unga ko'maklashdi. Natijadan ilhomlangan Navoiy kelgusida 50 kilogramlik non pishirishni rejalashtirmoqda. Jarayonlarni bevosita kuzatgan hamkasbimiz Ahror Ziyodov mavzuni davom ettiradi. Ijtimoiy tarmoqlarda qaysidir viloyatdagi nonvoylar 15 kilogramli, yana qaysidir viloyatda 16 kilogramlik non tayyorlanibdi degan xabarni eshitgan O'tkir aka Mamajonov faoliyatiga gigant non tayyorlashga kirishdi. U ham mana shunday ishni amalga oshira oladi va shunga qodir. Jamoamizga taklif keldim, biz ham qilaylik shu narsani, chunki shuncha narsa qilib kelyapmiz. Kattakon non tayyorlash uchun O'tkir akaning 5 nafar shogirdi ham Nonvoy akaga ko'makchi bo'ldilar. Mehnat qiladi. Bitta nonga 6 kishi mehnat qiladi. Kattakon non tayyorlash uchun 16 kilogram un, 3 kilogram yog' va 3 litr suv kerak bo'ldi. Non sifatli va chiroyli bo'lishi uchun yong'oq, mayiz, sedana ham qo'shildi. Shunda xamirni taroziga qo'yishgan vaqti 23 kilogramdan ortiqrog'ini ko'rsatdi. Shuncha sepamiz, misol uchun mana yong'oqlar bor, yong'oqlar qo'yamiz. Har xil kim xohlaganlik didiga qarab bezatilaveradi bu. Bu ish O'tkir aka uchun oddiy ish emas. Zamirada mashhurlik ham yotmaydi. Kasbni chin dildan sevish va nimaga qodir ekanini ko'rsatish. Ammo mashaqqati yuqori. Lekin mashaqqati tandirga olib kirib yopib olishi. Xamir tayyor bo'ldi. Gigant nonni tandirga yopish uchun alohida rapida tayyorlandi. Aytmoqchi, kattakon tandirga non olib kirish biroz mashaqqatli bo'lishi mumkin. Shu sababli tandir chetlari ustalar tomonidan buzildi ham. 25 kilo, 30 kilodan tepasini maxsus tandir qurilishi kerak. Katta tandirga bir dona katta non yopildi. Har 15 daqiqada nonvoylar nonga qarab turdilar. Non taxminan 2 yoki 2,5 soatda tayyor bo'lishi mumkin. Unga qadar biz O'tkir aka bilan suhbatlashdik. Aytadiki, 50 kilogramli non tayyorlashni reja qilyapti. Bu uchun esa maxsus tandir qurdirmoqchi. Maxsus tandir qurdirmoqchiman, xudo xolasa. Bo'lmadiganda 15 ta odam shug'ullanadi 50 kilo bilan. 50 kilo non bilan 15 ta odam shug'ullanadi. Qariyb 12 soat davomida tayyor bo'lgan kattakon patir tayyor. Ana endi uni iste'mol qilsa bo'ladi. Aytib o'tishimiz kerak, bu patirni tayyorlash uchun naqd 6 kishi ter to'kdilar. Nonvoy aka aytadiki, bu nonni o'rtacha oila 10 kun iste'mol qilishi mumkin. Katta oila bo'lsa 10 kun yeydi, kichik oila bo'lsa 1 oy 20 kun yevoradi. 23 kilogram xamir non bo'lib tayyor bo'lgandan so'ng uni nonvoylar uzib tarozi ustiga qo'ydilar. 21,5 kilogramni ko'rsatdi. Demak, mamlakatimizdagi rekord yangilandi. Lekin Nonvoy aka bu nonni sotish uchun tayyorlamadi. Ammo ko'plar xaridor bo'lib kelyapti. Bog'chalar bor. Saxovat uyiga chiroyli qilib topshirmoqchimiz. Nonvoy aka mehnatidan yana bir karra zavq oldi. Muhimi, gigant nonni tayyorlash uni ham qo'lidan keldi. Demak, chinakam Nonvoy ahd qilsa, hammasiga erisha olishini ko'rsatdi. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Zamoiy informatsion tahliliy dastur uchun Farg'onadan.